Assalomu alaykum. İşimizni kuzatib borayotgan akalar, ukalar. Navbatdagi pechkamizni ham kelib o'rnatib, ustunobcha qilib berdik. Birov 5lik kraskalangan pechkamiz abrisovka qilishlardi. Bu uy egalari yangi imorat solishgan ekan, ikkita pechka zakaz qilishdi. Pechkamizni oldi ko'rinishi. Video cho'zilib ketmasligi uchun pauza qilib ko'rsataman. Bu tomoni pechkamiz orqa ko'rinishi. Yangi qurilish bo'lganligi sababli svet yo'q. Videomiz ham sal xirroq chiqyapti. Orqada ham bitta duxovkasi bo'ladi. Navbatdagi pechkamizni bu tomonga o'rnatib berdik. Bu ikkala xonasini o'rtasiga hozir uni ham ko'rsatib o'taman. Pechkamizni yana biri mana shu.